Assalomu alaykum, Apparat Forum Savdo kanali obunachilari. Mana xudo xolasa, o'ta zo'r narxlarda, xudo xolasa 18 dyum dinamiklar bor. Ko'rib baho beringlar. Birinchisi Challenger 650 litalik podarkan varianti orqasidan ochiladi. Qog'oz magnetlari butun, holatlari zo'r holatda ishlab turgan. Bu dinamikimizni siz aziz obunachilarimizga 1 million 300 ming so'mga beramiz. Va 18 dyum SF dinamikimiz ham bor. Qog'oz magnetlari butun, buni ham zo'r holatda ishlab turgan, hech qanaqangi muammosi yo'q. Bu dinamikimizni ham 1 million 300 ming so'm qilib beramiz. Hop, Nevriton 18 dyum dinamikimiz. Buni ham qog'ozlari, magnetlari butun, holati o'rtacha holatda. Bu dinamikimizni 700 ming so'm qilib beramiz. Yana bitta Nevriton dinamikimiz bor, 18 dyum. Buni magnetlari butun, faqatgina bittasini mana podveskasi gobrasi deyiladi. Mana shu yerda ozgina yittiq joyi bor. Yamoq solsa ham bo'ladi, yamavorsa ham bo'ladi. Keyingi sherigi butun. Bu dinamikimizni 600 ming so'm qilib beramiz. Va Adel 1200 talik o'sha Made in Thailand yozuviga originaldan bor. Buni ham qog'ozlari, magnetlari butun holatda. Faqatgina bittasini tagidagi sherigini qo'limdagi emas, tagidagi sherigini magnetda chizig'i bor, lekin yorilib ketmagan. Ishlab turgan ikkalasi ham soz holatda. Bu Adel 1200 talik dinamikimizni siz aziz obunachilarga 8 ming so'mga qilib beramiz. Yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariyada arzon narxi yoki qimmat bo'lsa, narxlarini belgilab o'tasizlar. Agar qimmat bo'lsa, bundan tushirib beramiz. Inshaalloh, xudo xolasa narxi menimcha eng arzon qulay narxda bo'ldi. Kommentariyada javobingizni kutib qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar.